Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Zevs Game. Sizlar ham Minecraft'larda nima desam bo'ladi? Oddiy GT'lardan zerikib ketdilarmi? Ya'ni video olishga qiynalyapsizlarmi? Joydan ketib qolaveradi yoki u bo'lib qolaveradi. Bugun men sizlarga har xil va joyda turadigan GT'larning modini ko'rsataman. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yish esingizlardan chiqmasin. Unda qani biz videoni boshladik. Unda mana men ham kameramni to'g'rilab oldim. Короче, bugun biz buning uchun bu modni qayerdan topamiz desizlar, meni kanalimda bo'ladi. Kanalimning oxirida nomini aytaman va birinchisi haligi so'lak yoqqa adashmasam, bu millioner JT'lar bor, haligi mer bor, har xil JT'lar bor, politsiyani bolasi bor, har xil hammasini ko'rib chiqamiz bu videoda. Ben o'zim inventarim to'ldirdim endi. Bunisi qanaqa ekan? Qanaqadir JT'lar ekan, uy JT'lar. Ana buni hammalar ko'rgansizlar, kompot videosida, to'g'rimi? Negir. Tak, bu haliginaqa zodagon, nima desa bo'ladi? Xo'p, короче, buni nomi qirol. Negir. Joydan qamalamaydi, ko'rishingiz mumkin mana. Ko'rishingiz mumkin, joydan qamalamaydi. Sizga mana u hali ham joyda turibdi. Tak, buni qo'y. Nima bu? Millioner. O, zumrad sotar ekan. Yaxshi. O, короче, millioner bo'ladi. Keyingisi. Hali boshi yorilgan JT'li bolasi. Hali jahli chiqqan JT'li bolasi. Voy, loy JT'li mana kakras. Ko'rishingiz mumkin, hali ham joyda turibdan ola mana. Politsiya. Bu hali sportsmen. Hop, bularni biz ko'rib bo'ldik. Tak, endi mashinadan ko'rish boshladik. Endi bu yerdan buni almashtirib chiqamiz. Men ikkinchi kanalimga obuna bo'lib qo'yish esingizlardan chiqmasin. Hop. Telegram kanalim oxirida aytaman. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Qishloq prezidenti hokimda. Firabrinjiti. Yo'qol. Короче, endi keyingisi bu o'g'ri jitlarni kakras. Shu meni sado qilasizlar. To'g'rimi? Qamoqqa tushgan jitlar ekan bu. Ko'rishingiz mumkin. Bu sizlar qidirayotgan olmozli jitel. Kakras. Bu harbiy jitel. Kompot. Kompotni jitel, hali oddiy jitel. Faqat joy endirmay jitel. Bu oddiy jitel ekan, joydan qimilmaydigan. Endi keyingisini ko'rishni boshlaymiz. Mashinani adashmasam, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yish esingizlardan chiqmasin. Oxirida kanalimning nomini aytaman. Lekin olmozli jitel zo'r ekan. Kim yoqdi u olmozli jitel? Bo'ldi, adashmasam bo'ldi. Halinaqa jitel ekan. Oddiy, bu ko'kli. Voy! Qochdi millatda. Screenshot qilib qochdi. Nima deyapti, bratim? Bo'g'izlik qilib yuribsiz? Kerak keyingisi. Buni aytdim, buni endi o'tkazamiz. Bu kulayotgan jitel ekan. Bu xursand bo'layotgan ekan. Yo'q, bilet. Tak, bu endi men buni ko'rsatdim, adashmasam, oddiy jitel ekan. Bo'ldi. Bola shuncha jitel. O'zlar kiralni o'rasizlar, ana shuncha. Tak. Keyingi videoda nima haqida bo'lsa, kommentariyaga yozib ketamiz, bolalar. Nima video chiqarish ideya-yu? Kommentariyaga yozib ketinglar. Yo, men hozir kameramni to'g'rilab oladi. Короче, qaranglar. Men mod yo'nalishga o'tmoqchiman, ya'ni modlarni obzor qilib, короче, shunaqalar yo'nalishga o'tmoqchiman. Men endi anaqa videolar olmoqchi emasman, chunki unga ko'p vaqt ketar ekan. Shuning uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizlardan chiqmasin. Sizlar bilan men Zevs Game bo'ldim. Skinimga baho berib ketinglar. Hozir bu meni oldingi obunachilarim bu skinni taniydi va biladi. Bunda video tugadi. Xayr, sog' salomat bo'linglar. To'tinglarda. Mana nima bu? Hammaga xayr.